Xotinidan shikoyat qiladigan erkaklar. Erkak kishi o'zi hayotda 3 ta narsadan shikoyat qilmaslik kerak. Xotinidan, farzandidan, qurgan uydan. Xotinni o'zi tanlagan, farzandni o'zi tarbiyaladi, uyni o'zi qurdi. Misol uchun, ayol kishi uylangan paytda, erga teggan paytda hammasi idealni bo'lmaydi, ha. Ham sut emgan bandamiz, hammamizning aybimiz o'zimizga yetadi. Biroq eng ko'p javobgarchilik erkak kishiga tushadi. Erkaksan, mo'yinla javobgarchilikni. Yo'q, erkaklar o'z nafsi buzuq qiladi. Birinchidan o'z nafsi buzuq qiladi. Ichadi, chekadi, chetga yuradi. Uni barini ayol kishi ko'ramas, ko'radi. Ko'rib, xulosa qiladi. Shu bilan tili chiqadi. O'jak ishini boshlaydi, erak ishini boshlaydi. Qaynonaga yomon gapirishni boshlaydi. Undan keyin qarabsanki, xotin yomon. Birdaniga xotin yomon bo'lib qoladi. Aslida unaqa emas. Erkaklar, ko'zinglarni ochinglar, o'zinglarga kenglar, nafsinglarni tiyinglar. Javobgarchilikni mo'yninglarga olinglar. Yaxshi gapiringlar, politikani to'g'ri ushlanglar. Nafsinglarni tiyinglar, yana bir marta aytyapman. Shunda bari yo'lga tushib ketadi. Misol uchun, ko'rib qolasan, katta yoshdagi, bizlardan ham katta yoshdagi erkaklar, ayollar qo'rqasanda ko'rib, xotini eriga ham ko'chani o'rtasida turib baqiradi. Har doim unaqa bo'lmagan u. Vaqtida erni belda, bilagida kuchi bo'lgan paytda xotinni urgan, ustidan kulgan, izdivatsiya etgan, bilganni qilgan. O esdan chiqmaydi-ku. Bari esda bo'ladi. Ayolning esida. Kunlarni kuni kelib, farzandi uylanadigan, qizi erga tegadigan bo'lib, bo'ylari o'zi bilan teppa-teng bo'lganda, erkak kishini boya yoshlik paytdagi kuchi qolmagan paytda ayol kishi alamini oladi. Har bir urgani uchun, har bir so'kkani uchun ayol kishi bitta alamini oladi. Gapirsa og'zini yopib tashlaydi. Ko'cha-ko'yda ko'pchilikni oldida baqirib tashlaydi eriga. Ko'rasanda tavba deysan, mana xotin yomon xotin ekan deysan. Aslida u yomon xotin emas, uni shu yomon bo'lishiga eri yetkazgan. Erkaklar, javobgarchilikni o'yninglar olinglar. Assalomu alaykum.